Agar sen shu sadiqani bergan kishiga ayni vaqtda sening hech narsang yo'qdi. Men sana shundoq narsalarni bergan edim, unutib qoldingmi? degan hamon qilgan sadiqangning savobi yo'q bo'ladi. Hatto yaxshilik daftaringdan o'chiriladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Assalamu alaykum aziz qarindishim. Ramazon oyi xayr ihson oyidir. Bu oyda biz qo'limizdan kelishicha sadiq qilishga buyurilganmiz. Chunki bu oyda qilingan yaxshiliklar boshqa oylardagi qaraganda necha hassa ortiq ajr beriladi. Shu musulmonlar bu oyda boshqalarga yordam qilishga, sadiq qilishga alohida ahamiyat beradi. Bugungi suhbatimizda bu yaxshi amalning ajriga to'liq noil bo'lishimizga to'salg'i bo'ladigan, hatto qilgan yaxshiligimizni butunlay bekor qilib o'tadigan illat minnatxo'rlik haqida to'xtalamiz. Yuqorqi oyatda Alloh taolo sadiq berganlarni ogohlantirdi. Bo'libmi muborak Ramazon oyiga o'xshash fazilatli vaqtlarda xayri ihson qilguvchilarga bu qarindishim muhtojlikda qopdi, uningga yordam qilaychi deb qarindishiga yordam qo'lini sunganlarni ogohlantirdi. Ya'ni umumiy qilib aytganimizda bir kishiga bir narsa bergan yoki qandaqdir bir yordamda bo'lgan har qandaq kishi uchun Alloh taolo shundoq deydi: ey iymon etgan kishilar, qilgan yaxshiliklarga minnat orqali qilgan sadiqanglarni bekor qilib etmanglar. Ya'ni agar sen shu sadiqani bergan kishiga ayni vaqtda sening hech narsang yo'qdi, men sana shundoq narsalarni bergan edim, unutib qoldingmi? degan hamon qilgan sadiqangning savobi yo'q bo'ladi. Hatto yaxshilik daftaringdan o'chiriladi. Shuning uchun Alloh rizoligi uchun qilgan sadiqanglarni tilga olib yurish orqali riyoxo'rlik va minnat qilishga kirib qoladi. Amaliyotda riyoxo'rlik va minnat qilish qalb kasallari bor kishilarning alomati. Shundaqla islom dinimiz harom qilgan, hatto yaqinlashib qilishdan qattiq ogohlantirgan qalb kasalliklarining biridir. Alloh taolo yuqorqi oyatda sadiqaga minnat va aziyat aralashtirish sababli ajrni bekor qilib etmaslikni bayon qilgan bo'lib, bunda qilgan kishi ikki xil ziyonni tortadi. Birinchisi, garchi sadiq qilgan bo'lsa-mu pul mili azlab ketadi, Alloh taolo uning chiqim qilgan melining o'rnini to'liqlab bermaydi. Ikkinchisi, bunda kishi dunyo va oxiratda hajlagan pul milining ajriga erisholmaydi. O'zini boshqalar saxiy mard deyilishi uchun riyoxo'rlik qilib pul mol sarf qildiganlar xuddi Allah ve ahiret günüge iman etmeyen kişilerge o'xshash hech qandaq ajrga erisholmaydi. Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda mundaq bayon qilingan. Qiyomat kuni bir kishi keltiriladi. Uningdan sana berilgan paloni, pukuni ne'matlarni qayerga ishlatding deb so'ralganda u kishi men pul melimni sili yaxshi ko'radigan barliq o'rinlarga ishlatdim deydi. Alloh taolo uningga sen yolg'on aytding. Sen pul mollaringni boshqalar meni saxiykan desin, meni mardkan desin deb hajlading. Sen dunyoda saxiy va mard deb atilib bo'lding deydi ve onu yüzcü so'rab do'zaxga tashlashga buyuruydu. Demek biz hajlagan mal dünya faqat Allah ve Allah'ның rizaligi uchunla bo'lmaganda bu mallar qiyomat kuni bizning ziynimizga hujjat bo'lib qoladi. Masalan siz bir yerde ishlab, yana bir yerdan ish haqqini talab qilsangiz bo'lamdi. Shuningdek sadiqini boshqalar meni saxiy desin deb birib, ondan Alloh taoladan ajr talab qilsangiz bo'lamdi? Albatta bo'lmaydi. Talab qilg'uchimi hergiz bermaydi. Amal ibodatni Alloh roziligini ko'zlab qilmay, o'zining nomini chiqarish uchun qilganlar qandoqmi Alloh taoladan ajr savab talab qilaolsin? Yaxshilik degan minnat qilish uchun emas, balki oylinib keladigan bir hikmat uchundir. Alloh taolo yana pul melini Alloh rizoligini ko'zlamay chiqim qilgan kishilarni siliq tash ustidagi chang tuzonning uning ustiga yomg'ir yog'ish orqali pokiz tushib ketganiga o'xshatdi. Bu yerda u kishining chiqim qilgan puli u kishiga oxiratda hech qanday manfaat, savob elib kelmaydiganligini bildiradi. Musulmonga nisbatan amal ibodatining savobini saqlab qolish to'liq muhimdir. Chunki amal ibodatining zoya bo'lib ketishi to'liq o'ng'ay. Masalan, bir
qatimliq minnat qilish yoki bir qatimliq g'ayvat qilish orqali nurg'un amal ibodatlar bekor bo'lib ketadi. Minnat qilib berilgan sadiqa hargizmi sadiqa hisoblanmaydi qarindishim. Agar bir kishi mol mulkini faqat Alloh rizoligini maqsad qilib xajlagan bo'lsa, Alloh taolo uning mukofoti sifatida u kishining chiqim qilganlarining o'rnini to'liq to'ldirib beradi va pul mollariga barakat ato qiladi. Yoki beshiga kelmoqchi bo'lgan balo musibatlardan saqlaydi. Yoki u kishiga va oilasiga xotirjamlik ato qiladi. Yoki bo'lsa qiyomat kuni uningga katta ajrni berish uchun qoldirib qo'ydi. Shunglashqa mu'min musulmon bo'lgan kishi sadiq qilsam faqat pulim ko'paydi yoki balo musibat kelmaydi deydigan tar mantiqqa kirib qolmaslik lozim. Chunki Alloh taolo insonga bu dunyoda berishning yoki oxiratda berishning foydasini bizdan yaxshi biladi. Shuning uchun biz qilgan sadiqalarimizni, boshqa amal ibodatlarimizni Alloh rizoligini ko'zlab qilishimiz kerak. Shunda biz dunyo oxiratda ajr hasanatga erisha olamiz. Alloh taolo oyatning oxirida musulmonlarni yana bir narsadan ogohlantirdi. U bo'lsa-mu hidoyatga erisha olmaslikdir. Alloh va rasulining ko'rsatmasi bo'yicha sadiqalarda ixlos qilmagan, sadiq qilib bo'lgandan keyin minnat va aziyat yetkazishni tashlay olmagan kishilar Allohning hidoyatiga loyiq bo'lmagan kishilar sifatida muomala qilinadi. Shundoq bo'lganda amallarimizning mukofotini ola olmagandan sirt Allohning hidoyatidan iborat bu qo'rqinchli masalaga alohida diqqat qilishimiz kerak. Biz hammamiz Allohning hidoyat berishini umid qilamiz. U hidoyat qilgan kishining hargizmi ezib ketmaydiganligini, u ozdirayotgan kishining hech bir hidoyat qilg'uchi topolmaydiganligiga iymon etganmiz. Undaq bo'lgan ekan har bir ishimizda bo'libmi boshqalarga qilgan yaxshiliklarga minnat qilmaslik, ojizlarga aziyat bermaslik, ular bilan bo'lgan qarindoshlik rishtimizni kuchaytirishga alohida diqqat qilishimiz lozim. Oxirda aziz qarindishim, amallar hassalab savob beriladigan, jannatning eshiklari ochilib, jahannamning eshiklari taqiladigan bu muborak oyda hammamizga minnatsiz sadiqalarni ko'plab berishga ahamiyat berishni tavsiya qilaman. Shundaqla har birimizga ulug' Allohdan tavfiq va hidoyat tilayman.